Ko'riksion pedagogik ish tizimidagi didaktik o'yinlar roli. Reja. Didaktik o'yinlar asosiy maqsadi nima? Aqli zaif bolalar qanday rivojlanish kuzatiladi? Ko'riksion pedagogik ishda o'yinlarning roli qanday? O'yinlar qanday didaktik metod sifatida ishlatiladi? O'yinlar samaradorligini qanday baholash mumkin? Qanday muammolar o'yinlar yordamida hal qilinadi? Didaktik o'yinlarning maqsadi. Didaktik o'yinlar ta'lim jarayonida muhim rol o'ynaydi. Ular bolalarning qiziqishini oshirish va o'rganish samarali qilish uchun mo'ljallangan. O'yinlar turlari va ularning ahamiyati. Didaktik o'yinlar asosiy turlar ro'yxat, rolli va jamoaviy o'yinlar. Har bir turda o'quvchilar turli qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradi. O'yinlar orqali o'qitishning afzalliklari. O'yinlar bolalarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ular yordamida bolalar muloqot qilish, hamkorlik qilish va ular hal qilish ko'nikmalarini oshiradi. Aqli zaif bolalar rivojlanish jarayonlari, rivojlanish bosqichlari. Aqli zaif bolalarning rivojlanish bosqichlari yoshga qarab farqlanadi. Har birida muhim o'zgarishlar yuzaga keladi. O'yinlar orqali rivojlanish jarayonini qo'llab-quvvatlash. O'yinlar va aqli zaif bolalar yangi yondashuvlar. Innovatsion yondashuv bilan o'yinlar aqli zaif bolalar muammolarini hal qilish yangi imkoniyatga yordam beradi. Masalan, didaktik o'yinlar yordamida muammolarni hal qilish va hal qilish metodlari ishlab chiqilmoqda. O'yinlar aqli zaif bolalar uchun ahamiyati. O'yinlar aqli zaif bolalar uchun muhim o'qitish vositasidir. O'yinlar va aqli zaif bolalar o'ziga xos yondashuvlar. O'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi, individual yondashuv va qobiliyatni rivojlantiradi, ijtimoiy muhitga moslashtiradi. O'yinlar orqali o'qitish va jarayonni takomillashtirish. O'yinlar yordamida o'qitishda qiyinchilik yengish uchun individual yondashuv va qobiliyatlarni aniqlash muhim. Motivatsiya oshirish uchun rag'batlantirish va muvaffaqiyatlarni ta'kidlash zarur. O'yinlar va didaktik metodlar. O'yinlar va didaktik metodlar sifatida ta'lim jarayonida faoliyat shaklida qo'llaniladi. O'yinlar orqali o'qitish jarayonini qo'llash. O'yinlar yordamida o'qitish jarayonida turli yondashuvlar va metodlar qo'llaniladi. O'yinlar samaradorligini baholash usullari. O'yinlar samaradorligini baholash kuzatuv, so'rovnoma va test va asosiy usulidir. Kuzatish yordamida maqsad moslikni aniqlash, so'rovnoma va test qobiliyatlarini o'lchaydi. O'yinlar samaradorligini baholashda muhim omillar. O'yinlar maqsadi va ta'siri muhim baholash e'tibor beriladi va omillar aniq va obyektiv ta'minlaydi. O'yinlar yordamida muammolarni hal qilish va usullari. O'yinlar orqali bolalar muammolarini aniqlash va hal qilish jarayonida ularning qaysi muammo bilan yuzlashayotganini tushunish uchun maxsus strategiyalar qo'llaniladi va bu usul bolalarning muhim muammolarini aniqlash va ularni yengishda samarali bo'ladi. O'yinlar va aqli zaif bolalar muammolarini hal qilishda yondashuvlar. Innovatsion yondashuv va aqli zaif bolalar uchun o'yinlar yordamida muammolarni hal qilish muhim rol o'ynaydi. Xulosa. Ushbu xulosa slayd ta'lim jarayonida didaktik o'yinlar muhim rolli qisqacha yoritildi. Foydali adabiyotlar.